Yakkabog' tumani G'onibov qishlog'i uchun maxsus video. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Annejon, salomlar. Shaharda ishlaring ko'p. Ishlar bilan ko'p mashg'ul bo'lyapsan. Hech bo'lmasa, haftada bir marta qishlog'ingni eslab qo'y. Ona qishlog'im, Katina qishlog'im. Ko'nglima orzular solgan qishlog'im. Olis-olislarda qolgan qishlog'im. Ko'nglima orzular solgan qishlog'im. Olis-olislarda qolgan qishlog'im. Kelib qolar mudib har sahar har shom. Ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im.